Liangshanning eng cho'ng mablag' sog'uvchisi To'zirin kim o bilamsizlar? Bu kishi dal Liangshanning eng cho'ng dushmanlaridan biri. Bosh vazir Vazir-Azam Sayjing. G'alati suhbatsizlar, bu qandaqsi bu Sayjing bo'ldi? Buni bilan Gavcho ishkisi Liangshan kulga tishtirni o'ch tutsa bo'lsa, hammasini o'ltirib o'tqizib tursa, qandaq bo'lib mablag' soldi deb. Hamsa Subuydani taklif qilib boqaylik. Liangshan kuli eng dastlab Wang Lun boshchiligidagi bir qancha aylan tufaylidan bu kichik bir shirkat bo'lib boshlangan Gotixoti. Keyin bu yerga dongdor shaxs Qoplanbash Linchun qaytildi. Uning keyiniga ulaplab bu yerdagi Chougay boshchiligidagi 7 birodar chiqib, Liangshan kulining haqiqiy nomi Purkatga to'di. Endi mana Chougaylar chiqqandan keyin jondagi azmatlar bular panoh tatib, do'st tatib, mushlarning tug'asiga bir boshdan o'lash qildi. Endi bu yerga yana bir muhim oshqushlik sabab bu yerdagi Chougay qatorliq yettaylar Mavlud so'g'isini bulab zo'r ko'lamli bir boylik bilan chiqqan. Mana bu Liangshanning asosini tiklagan. O'ylab beqinglar. Meni qo'shib olib filmning davomini anglang. Ham bu yerdagi Mavlud so'g'isini kim yapmaqdi? Manglik Yangji yapmaqdi. Qarsiq bu Yangji butun ishni intayin maxfiy tutdi. Shundaq maxfiy tutmasmi bu ish nima uchun shundaq ochiq oshkora enniq oshkoralanib ketdi? Mangdigan yo'ldan tortib vaqt qaraligicha. Bu bir tasodifiylikmi o'zadi? Bu Mavlud so'g'isi degan nima? Bu yerdagi bosh vazir Sayjingning tug'ilgan kuniga qilingan bir sovg'at. Qanchalik vaqt bir sovqildi? Yilda bir sovqildi bu. Yilda bir tug'ilgan kuni o'tkazgan kun. Amsi nimishqi yilda shundaq ko'p sovqildi deganda, birinchidan amal va o'zining amal mansibini o'stirish yoki hech bo'lmaganda shu joyda saqlab qolish, tutib turish. Lekin bu yerda yilda bu sovg'atni sovqilgan bilan yilda topshirib oladimi? Masalan shu Yongjini chaqirib akaga vaqt qildi, o'tgan yilgi Mavlud sovg'isi shundaq bulab ketilgan deb. Demak, bu yil qismi bulab ketilsa, sovuq qildimmi? Qildim. Lekin tagdimi? Tagmadi. Unda bo'lsa kelar yildan boshlab ya sovuq qilmanglar bo'ldi deydi yoki yeni bir banani topsa bo'laverdi. Endi bu pastki bu amaldorning sovuq qilish yo'q. Bu yerga bu xalqqa boychilikni avtib, shulib, shurib, shuncha boylikni aran to'plab, bunun soğuksa, yılda soğuksa onun üstüge. Nim paydisi? Onundan bu yerki xalqdan başmisal azlayıp azraq asa. Birinciden xalqım yaxşıca qıldı, üzüm yaxşı. Eşkinin şu azraq ağam pulda bu yerki Sayjing bir müddet poltağanı yüzünün yeni xisepli ballarıyla qaşılsa, şu yaxşı emasmı? Şunda mı ya? Qarsanlar müşahidki Yangjining plani nait, mükemmel, intayin puxta. Bu başlı arud etmağmay bir eski sevet kiseleyip, üstüne eski lat putulla yapıp, epkeş kisep etmağdı. Yolda mangandı mı? Bu eski olsun mu en bixatar, en məxbi yollarını tanlapmağdı. Hem texim xalqning diqqatini qo'zg'amaslik uchun kunduzga aram elib kechisi mangdi. Endi bu yerga Yangji shuncha qismi nim uchun bu sir oshkorlanib ketdi. Uning uchun bu sirni bildigan mushar bir qancha aylan batsa, boshda Qizilchash Lyutan keldi Chougayning yoniga, "Og'a, men jamiyatga Alloh bildirimda ma'nodagi parangni uqib qoldim. Pat yaqinda mayadin ma'nodagi narsa o'tdi deydi." Uning keyindilla Darvish Bungsunshin keldi. U texim mükemmel plan bilan kelyapti. Qarshi yo'lda xaritasi, chislasi o'tadigan yerdan tatib ba mening qo'lida. Bununla nereden erişdi? Sizlar bu xabarni kim shundaq oshkorlab qo'ygandi? Bu bir qancha aylar ichidan kimning oshkorlab qo'yish ehtimollik eng cho'ng. Endi mushu Mavlud so'g'isi mushada o'g'irlanmagan bo'lsa, Chougay qatorliq bu yettaylar Liangshan kuliga chiqamadi. Mush boylik bo'lmagan bo'lsa, Liangshan kulining asosini yorita olamdi, tikli olamdi. Keyingi taraqqiyotlar qandoq bo'ladi? Mazmunning uchib ketmaslik uchun birdan haqsiz yurak bilan pingluvchilik bir xon aymisanglar. Rahmat.